Time obunachilarga salom yo'llagan holda sizlar bilan F Rasulov. Bugungi videoda Link Oplay'ni divizion va friendly matchlarda foydalanishni o'rganamiz. Fabrikasidagi Link Oplay'ni ishlatish uchun DMF pozitsiyasiga Vitiniyani hamda KF pozitsiyasiga esa, ya'ni sof hujumchiga Ruminigini tanlab olamiz. Fabrikas va Capello'larda DMF administrator, SF ya'ni KF gol pocher stilda bo'lishi kerak. Fabrikas free trainer hammada bo'ladi. Eng idealnisi baribir Capello global kontorga yetmaydi, lekin biz fabrikasdan foydalanamiz. Birinchi golda mana o'yinni boshidayoq to'pni raqib tavakkalga uzatyapti. Keyin to'p bizda Veraga o'tdi. Verada Vitinaga Beckhamni chalg'itamiz va pas Ruminiga ochilishini kutamiz. Ruminiga esa qotillarcha gol urmoqda. Hisob 1-0. Ikkinchi golda ham yana shunday holat. Palapach o'yin Maldin to'pni olib qo'yadi. Tyuramdan Vitinaga pas. Vitinada kutamiz va Rum ochilyapti. Yana Link Oplay yordamida havodan pas beriladi. Ruminiga yana gol urmoqda. Hisob ham 4-1 bo'lib ketdi. Orada yana ikkita gol urdim. U gollar oddiy gollar bo'lganligi sababli videoga qo'shmaslikka qaror qildim. Va yana Vitiniyada Ruminiga pas. Ruminiga yana gol urmoqda. Sovuqqon hujumchi. Birinchi matchning o'zidayoq Link Oplay yordamida 3 ta gol urdik va raqib 5-goldan keyin o'yinni tark etdi. Yana shunday qiziqarli video kontentlarni ko'rishni istasangiz, Time va F Rasulov sahifalariga obuna bo'lib qo'ying.